571'da bir quyosh chiqdi. Uning ismi Muhammad, ilk so'zi ummat. Otasidir Abdulloh, onasidir Amina. Sut onasi Halima, nurlar indi zamina. Düştü 6 yoshida bir musibat boshiga. Vafot etdi onasi, qon qorishdi yoshiga. So'ng parvarish aylamish amakiyu bobosi. Yelkadoshi Hadicha, xizmatdadir Mavlosi. 40 yoshiga kirganda payg'ambarlik berildi. Alloh birdir deganda butlar yerga yiqildi. 53 ga yetganda Yasrib uzra porladi. Olamlarga nur sochib xalqni haqqa chorladi. Shogird bo'lib oldida muhojir u ansorlar. Abu Bakr, Umar ham, Usmon, Ali yoronlar. Qur'on nurin taratdi, ketdi zulmu zulmatlar. Iymon tug'in ko'tardi, ozod bo'ldi ummatlar. 63 yil o'tganda quyoshimiz botmishdir, ammo uning ziyosi mangu porlab qolmishdir. Allahumma solli ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad.